Tilaklarni eshitamiz. Onamni ko'rishni tiladim, aka. O'g'lim, har yili bitta tilak aytasan. Orada almashtir tilagingni. Bo'lmaydi. Men esa o'lishni tiladim. Nega? Hali yosh bo'lasan. O'lib nima qilasan? Hali go'zal kunlaring oldinda katta odam bo'lasan. Nega o'limni tilaysan? Onam men kichik paytimda o'lgan-a? Xo'sh. Agar men katta bo'lib o'lsam, unda meni taniy olmay qoladi. Taniy olmaydi, to'g'rimi aka?